Toza asfaltlari quyilgan, gaz o'tib turibdi, to'k ustunda, vodoprovod suvlarini dengagan. Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Obunachilar, bugungi videomiz 50 kilo tuman Oqchako'ldan bo'ladi. Oqchako'lda Zo'ridan zo'r mesimiz obunachilar sroshin sotiladi bu. Yo'lning bo'yinda bo'ladi. Eshikni ko'rib turganingizdan yalan obunachilar sroshin sotiladi. Bahasi ham zo'r. Hozir videoda to'liq obzor bilan tanishtirib chiqamiz. Orientirga keladigan bo'lsak 17-maktabning yonida bo'ladi o'zi bu. Videoning oxirida neden kirkash yo'llarini ko'rsatib beraman. Eshikni ko'rib turganingizdan yalan avval xaroz bo'lib ishlagan ekan men. Ko'pchilik biladi Oqchako'ldagilar. Bu kirkalish yo'limiz bo'ladi bu. Bu maktab. Hozir videoning oxirida kirish yo'llarini ham ko'rsatib beraman. Yaqin aholi yashab o'tirgan yerlar. Dokumentlarga keladigan bo'lsak, dokumentdan muammo yo'q ekan, notariusda sanayverasizlar pulni. Shaxsiy mulk ekan dokumenti buni. Turar joyim o'zgartirib olsa bo'ladi deydi, uni o'zlaring kelishaverasizlar. Yer maydonida keladigan bo'lsak, o'pshi 61 sotik ekan ber. Dokumentni olinglar, gaz ustida o'sib turibdi. To'klarni da o'sib turibdi. Vodoprovod suvlar ham kelgan. Bu yerda aytib o'tgancha toza asfaltlarni qo'yilmaydi. Bu yerda odam yerlari bor. Bu yer avval shu xaroz bo'lib ishlagan yer ekan. Buni kim olsam baba yıkıp tozini sarılamı. İçlerini gözetip öyle bir diyelim. Yine evvel xaroz bo'lib ishlagan, yine ağaçlar üstüne boya etib bastalgan ekan. Evet, chegarasini shu salması bor ekan, yine shu paxsan oxirida. Aholi yashab o'tirgan yerlar. Bu taraf evvelki malxana bo'lgan evvel bak tarafına. O'pshi aytib o'tganimizdek yer maydoni 61 sotik ekan, orqa tarafida mana yerlari bor. Yine arka tarafında bir şimdi katta yerleri bor. Yine şu yer meydanı bo'ladi. Yine obunachilar mesini gördünglar. Buna bahasına keladigan bo'lsak, bahasi 30 ming dollar aytilib turibdi, aytilishi. 30'dan üstünde bir diyelim hayır pulu gelişim var dedi. Ekranı bezde telefonum bilen kaldıram egesine özlerine kızıkkallar gelip görüp soğudalaşıp alaveresiler. Ben ende abunachilar neden geçiş yollarını gösterversem yine yolu. Yoluna gezek iş yolu yine 17. mektebine bir de görüntü tuttu. 17. mektebin yanına aylanıp gezek iş yolumuz. İş yoldan gezek yine abunachilar işi çayına arka tarafı 2 çaydan keyin. Yolunu boyunda özü. Ekranı bezde telefonum bilen kaldıraman, tushunmaylar telefonlashmam kelaverasizlar. Keyingi videoda görüşguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.